va nihoyat biz ahamiyat berib qanot kaltaklar bilan ishlash kerak degan gaplarimiz isbotiga ham yetib keldik. Surxondaryoda Black Splendor navli olxo'rlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Mana hozir terim davridamiz. Qarshimizda turgan ko'chatimiz ikkinchi bahorni o'tkazdi. Biz ikkinchi bahorga nima yutuqlar bilan erishib turibmiz? Bugungi sanamiz 2026-yil 19-iyun. Ikki bahorda biz olxo'rlarimizdan nima natijalar olyapmiz? Aytib o'tganimizdek oldingi videolarimizda har doim kesishda mana uslubimda bir yilda 4 marta kesib nima yutuqlarga erishyapmiz. Hosilimiz sifatliligi, yirikligi, hamma jarayoni o'z o'rnida.